Assalomu alaykum, hurmatli bizlarni kuzatuvchilar. Bugun bizda yangi challenge. Klubimiz tarbiyalanuvchilari o'z ota-onalari uchun ajoyib sovg'alar yutib berish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Qanday deysizmi? Buni video davomida kuzatib borsangiz bilasiz. Bugun o'ziga xos 3 ta challenge, 3 ta shartda qatnashadi. Shartlar shtrafnoy, 1-ga 1 va krisalar jangi deb nomlanadi. Bo'ldi, ketdi. Demak, birinchi shartimiz krisalar jangi. Krisalar jangi ko'pchilikka ma'lum. Hozir bular ma'lum bir masofadan to'p uchun, bitta to'pimiz uchun kurash bo'ladi. Kim birinchi shu to'pga egalik qilsa, shu darvozaga to'pni tepish huquqiga ega bo'ladi va shu ishtirokchiga 1 ball yoziladi. Bo'lmasa tomosha qilamiz. Ket. Tayyormi? Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Demak, keyingi bahsimiz darvozabon bilan 1-ga 1. Tiki tiki tiki, mate tiki taka. Tiki 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 tiki. Ketdik. Bizda oxirgi shart 3 tadan har bir ishtirokchi 3 tadan jarima zarbasi shtrafnoy challenge bo'ladi va bu yerda ham har bir gol uchun 1 balldan beramiz. Kitobni yopasan? Yopildi уже. Dama hammasiga jo'q. Ketdik. Asror. So'nggi zarba to'g'ri bo'lish imkoniyati bor. Durang qilib qo'shimcha shartlarga o'tsa yoki mag'lub bo'lib qanday qilib ozod 1 metr lavashi ota-onasi bilan o'tganini tomosha qilasan. O'zing qo'lingdan emas, Nozim. Ketdik.